Kelyaptimi? Telefon qilib ko'r. Xos qilaman boru. Alo, o kelyapsanmi? Hozir men bora olmayman, ishim bor meni. Men pasportimni tashlab yuboraman, sen menga bilet olgin, men senga qaychingni olib beraman. Ha, bo'pti. O'zimiz ovorada ham bo'ldi unga ham. Ketdi. Bugun oladigan narsaning o'g'illari, ertalab ketamiz. Ertaga ketamizmi? Ha? Kun ham tez o'tib ketdi. Menga ham bilet oldingmi? Qayerdan bilet olaman? Ko'rding-ku, uydagilar narsa oldim, pullarni hammasini ishlatib bo'ldim men. Menga unaqa qarama. Men o'zi pulimni shundoq qilib kelganman. Menda pul yo'q. O'rtoq, hazillashma. Toshkentda senga men to'lab yubordim-ku, kelganingda men to'layman deding-ku biletingga. Unaqa qilma, o'rtoq. Men bilmayman, meni pulim yo'q. Yuraver, tez narsalarni joylaylik. Aka, assalomu alaykum. O'zbekmisiz? Keldingizmi Tailandga, ketdingizmi o'sha? Ha, bugun ketishim kerak edi. Pulimni yo'qotib qo'ydim, o'shanga keta olmay o'tiribman. Yordam so'rashga hech kimim ham yo'q. Aka, o'zim men sentrumda yerda ishlayman. O'zim ham dam olishga kelganman. Kakras ertaga reysim bor. O'zim bilan olib ketaman sizni. Aka, o'zbek hech qachon ko'chada qolmagan. Ketdi, ketamiz.